Ijtimoiy tarmoqlarda trend bo'lgan bu qulupnayli shirinligimizni ayni qulupnay sezonida tayyorlab ko'rmasam armon bo'lib qolmasin deb tayyorlashni boshlavordim. Bay, qaranglar buni. Tozalab, yuvib, artib olingan qulupnaylarimizni xuddi shu ko'rinishda pare qilib to'g'rab olar ekanmiz, chiroyli bo'lishi uchun. Keyin strichlangan idishimizni tayyorlab, qulupnaylarimizni chiroyli qilib shu ko'rinishda taxlab chiqarganmiz. Men uyda qaymoq bilan zgushonka bor ekan, shulardan foydalandim. Agar sizlarda bo'lsa, tvorojniy sir qo'shib yuborsanglar, krem undan ham zo'r chiqsa kerak. Shu joyda ehtiyot bo'lib surish kerak ekan, chunki qulupnaylar siljib ketar ekan, sal qattiqroq harakat qilsanglar, nozik harakatlar bilan kremni bir tekisda chiroyli qilib surib olish kerak ekan. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Biskvit uchun baton nondan foydalandim. Baton nonni shu chetlari qattiq joylarini kesib tashadim va 3 qismga bo'lib oldim, o'zimga qulay bo'lishi uchun. Zgushonkali suvga botirib, kremimiz ustidan chiroyli qilib taxlab chiqdim. Taxlangan batonlarimiz ustidan yana bir qavat kremimizni yaxshilab surib olamiz tekislab. O'rtasini to'ldirmagunimizcha bu holatda davom ettiramiz, ya'ni baton, krem va qulupnay tarzida davom etamiz. Kremlarimiz ustidan qulupnaylarimizni yana bir qavatini chiroyli qilib taxlab olamiz. Shirinligimiz xuddi tortga o'xshab kesilganda 2 qavat klubnika, 2 qavat krem, 2 qavat batonli bo'lib chiroyli bo'lib xuddi tortga o'xshab ko'rinadi. Agar siz uyingizda ham klubnikali yeyilmayotgan bo'lsa yoki olib kelgan qulupnaylaringiz unchalik shirin bo'lmasa, yonmayotgan bo'lsangiz, bu shirinlikni albatta tayyorlab ko'ring. Kremni shirinligi bilan normaga tushib, juda ham mazali shirinlik bo'lar ekan. Qulupnaylarimiz ustidan yana batonlarimizni zgushonkali suvga botirib, chiroyli qilib taxlab olamiz. Idishimiz dumaloq shaklda bo'lganligi uchun urg'uni markaziga beramiz. Markazini to'ldirib, tekis holatga keltirishimiz uchun. Batonlarimizni qo'yib olganimizdan keyin oxirgi marta kremlarimizni tekislab, chiroyli qilib surib olamiz. Bu ishimizni yakuniga yetib keldik degani. Strichlarimizni chetini chiqarib, chiroyli qilib, yana ustini strichlab mahkamlaymiz va bu shirinligimizni 4 soatga muzlatgichga jo'natamiz. Shirinligimiz tayyor.